Sen bir olam, men o'zga olam asari. Muallif Feye Moran. 15-qism. Nega meni sayrga chaqirding? So'radim. Bilaman, mujmal savol, lekin negadir so'ragim keldi. Hamrohlik qilishing uchun, iljaydi u. Yana seni yaqinroqdan bilgim keldi. Ishonqiramay pishqirdim. Xuddiki men sezmasligim uchun ko'rinib turgan bema'nilikni yashirmoqchidek. Jiddiy aytyapsanmi? Piching qildim. Nima munosabat bilan kimsan Elias Conli osmonlaridan tushib oddiy odamlar bilan muloqot qilishni istab qoldilar? Men hecham osmonda yurmayman-da. Do'stlaring nima deyishadi? Har holda bu muloqoting ularga hech yoqmasa kerak. Yoqimtoy qiz bilan muloqotimmi? Zumda lovullab ketgan yonoqlarim sirimni boy berishiga bir bahya qoldi. Qo'y, do'stlarimni ham, mening mavqeimni ham unutaylik, bo'ptimi? Yolvorgudek dedi Elias. Shunchaki hayotdan zavqlanaylik, ko'nglimizga yoqqan ish bilan band bo'laylik. U ko'zi bilan skeytlarga ishora qildi va ko'chadagi qiyalik bo'ylab tushishni taklif qildi. Kim ozarga? Ko'cha oxiridagi chapga yurishga yetmasdan turgan kichik do'kongacha. Kim birinchi yetib borsa, o'sha g'olib dedi. Chorlovni qabul qildim. Yonma-yon turib, ikkimiz ham bir oyoq bilan doskani tutib turdik. Yutqazishga tayyormisan? Iljaydi Elias. O'tgan yil dog'da qolganingni unutding shekilli. U nima deb javob berishni bilmay yelka qisdi. Ammo so'zlarimni ko'ngliga olmagani yuz ifodasidan ko'rinib turardi. Xullas, oldinga biroz engashib, shay holatga keldik. So'ng oldinga bir intilib uchib ketdik. Skeytlarimiz deyarli bir tekisda borar, ammo Elias mendan bir necha santimetr o'zib ketayotgandek edi. Shuning uchun ishga kirishdim. Oyog'im bilan tezlikni oshirdim. Hatto havoda aylanib, bir ikkita tryuk qilishga ham ulgurdim. Nafaqat marraga birinchi etmoqchi, balki mahoratim bilan uni qoyil qoldirmoqchi ham edim. Tezligimiz esa rejamni amalga oshirish imkonini berardi. Mana, qariyb yetib keldik. Shunda Elias katta xato qildi. Marraga yetay deb qolganida allaqachon yutdim deb o'ylab men tomonga burildi. Oxirgi soniyada qoqilib, naq skeytning ustiga orqasi bilan o'tirib qoldi. Men esa do'kon oldida to'xtadim. Belgilangan manzilga naq yarim metr qolganda ag'darilib tushgan Eliasga qaradim. U shu holida beo'xshov, kulgili ko'rinardi. Alloh guvoh, o'zimni tutib qolmoqchi bo'ldim. Kulgimni tiyishga urindim, chunki boshqalar ustidan kulish menga xos emas. Gap umuman dinda emas, balki tamoyillarda. Samimiy hissiyotlar faqat yaqinlar uchun. Esimni tanibmanki, shu qoidaga amal qilaman. Lekin o'xshamadi. Bo'g'zimdan qahqaha otilib chiqdi. Qornim buralib qolguncha xoxoladim. U shuncha vaqtdan beri mendan ko'z uzmay tikilib turganini sezganimdagina o'zimga keldim. Uning yuzida bu harakatimdan na achchiqlanish, na g'azab, na g'ijinish ifodasi yo'q edi. Orqasi bilan qattiq o'tirib qolgan odam ustidan miriqib kulayotgan tentakka qanday munosabatda bo'lardi? To'g'ri, har qanday odamning jahli chiqqan bo'lardi. Faqat Eliasning emas. Ha, qahqahamni aring to'xtatsam-da, iljayishdan o'zimni tiyolmay so'radim. U mendan hamon ko'z uzmay dedi. Chiroyli kular ekansan, tabassuming ham chiroyli. O'zingga yarashadi. Bu tanishganimizdan beri men Elias Conlidan eshitgan va g'ashim kelmagan ilk so'zlar edi. Tungi birgacha aylandik. Buni uyga qaytib, devordagi soatga qaraganimdagina tushundim. Baxtimga ota-onam hali qaytishmagandi. Aks holda o'ldim desam ham bo'lardi. Ammo yo'q, qanaqa o'lim? Shunchaki qiz bola allamahalgacha ko'chada, ustiga ustak begona yigit bilan yurishi mumkin emasligi haqida jiddiy va zerikarli nasihat oldik. Xudoga shukr, bundan qutulib qoldim. Ro'molimni yechgach, avval oyim tayinlaganidek eshikni qulflab qo'ydim. So'ng oshxonaga yugurib, sovutgichni ochdim. Stakan izlab o'tirmay, tetiklantiruvchi yaxna portaxol sharbatini shundoq ichishdan ko'tarib yutoqib ichdim. Yuragim qinidan chiqib ketgudek botirlar, bunga skeytda uchganim sabab ekanligiga o'zimni ishontirishga urinardim. Shunaqa emasmi axir? Xonam hali ham salqin. Elias bilan kichik sarguzashtga otlanishdan avval derazani yopishni unutgandim.
lekin unga tag'in yaqinlashishga yuragim dov bermadi. U hali ham pastda turgan bo'lsa-chi. Boshimni suqsam-u yana biron xayolga borsa. Qur'onni matoga o'rab, avaylab tokchaga qaytarib qo'ydim. Pijamamni kiyib, ko'rpaga yaxshilab o'ralib oldim. Qariyb tonggacha karavotda cho'zilib, g'irt-jinnidek sababsiz jilmayib chiqdim. Adabiyot darsi jismoniy tarbiya darsidan ham qiziqroq o'tdi. Familiyasi bilan juda ham g'ururlanuvchi janob Karver ravon, shu bilan birga qiziqarli gapirardi. Daqiqalar bir-birini qanday quvib o'tayotganini sezmay ham qoldim. Bugungi dars muhabbat deganda nelar haqida so'zlaymiz nomli hikoyalar to'plamiga bag'ishlangandi. Xo'sh, bolalar, janob Karver stoliga tayangancha so'z boshladi. Kim aytadi, bu muallifning yozuv uslubida qanday o'ziga xos jihat mavjud? Orqa partadan Elesning luqma tashlashini kutdim. Har doimgidek. Ammo bugun u sinfda yo'q edi. Balki siz bilarsiz, o'qituvchi tabassum bilan menga yuzlandi. Nega darslarda nuqul mendan so'rashaverarkan? Nima deyishni bilmay tutildim. Men kitobni o'qiganmisiz? So'z topishga behuda urinishlarimni ilg'agan janob Karver so'radi. Rosti yo'q. U xuddi men o'ta ahmoqona gap aytgandek o'ylanib qoldi. Kitob atiga bir necha yil avval chiqqan. Nega endi uni o'qimaganimdan bunchalik ajablanadi? O'zi nega mumtoz adabiyot qolib, zamonaviy kitoblarini muhokama qilib o'tiribmiz? Essiz. Janob Karverning nigohlarida norozilik ko'rindi. Ensam qotib, pishqirishdan o'zimni arang tiyib qoldim. Xo'sh, kim aytadi, muallifning o'ziga xosligi nimada? Qanaqa o'ziga xoslik bo'lishi mumkin? Orqa partadan eshitildi. Yana bitta yig'loq tendak o'zini ko'z qilib, pushti ko'z yoshlar haqida kitob chiqargandi. Bu Chester edi. Beixtiyor tizzalarim tirishdi. Yo'q, gap uning sinfda ekanligidan bexabarligimda emas. Shunchaki bu faktni qat'iy inkor etayotgandim. Xo'sh, janob Karver qalin hoshiyali ko'zoynagini yechib, yigitni xuddi birinchi bor ko'rayotgandek tikildi. Janob Baka uni ko'zdan kechirgach so'z qotdi u. Nega endi muhabbatdek go'zal tuyg'uni pushti ko'z yosh deb atayapsiz? Chunki aslida ham shunday. O'ylashimcha bu tuyg'u sizga begona bo'lmasa kerak. Axir Nikotera xonim bilan uchrashib yurasiz-ku. Sizlarning munosabatlaringiz ham pushti ko'z yoshlarmi? Bizning munosabatlarimiz bilan ishingiz bo'lmasin. Bu ikkisining o'qituvchilarga ham bezbetlik qilishdan tap tortmasligidan hali ham taajjubda edim. Zarracha qo'rquv, zarracha hurmat yo'q. Ammo janob Karverning bir tuki ham qilt etmadi. Xo'sh, bu ajoyib to'plamni muhokama qila qolsak, u birdan qotib qoldi. Ko'zoynagini qayta taqib, sinfni ko'zdan kechirdi va o'ychanlik bilan so'radi. Janob Konli qani? Negadir ko'rinmayapti. Mazasi yo'q, dedi adashmasam Stella ismli qiz. Adabiyot darsiga kela olmasligini yetkazib qo'yishimizni so'ragandi. Qatorasiga 3-hafta. Janob Karver tomog'ini taqillatib, xuddi yosh bolaga tanbeh berayotgandek bosh chayqadi. Mazasi yo'qligiga shubham bor. Janob Konliga yetkazib qo'yinglar. Bugun darsdan keyin menga uchrashsin. Iloji yo'q, yana Chester gapirdi. Har kuni darsdan keyin terrorchimiz bilan mashg'ulotlari bor. Men ham o'zimni xuddi o'qituvchidek tutdim. Bir tukim ham qilt etmadi. Unda White xonim yetkazib qo'ysin. Haqoratga parvo ham qilmay menga yuzlandi muallim. Bo'ptimi? Yetkazib qo'yaman. Va tanaffus boshlandi. O'rnimdan turib, darslik va daftarimni bag'rimga bosgancha eshikka yo'naldim. Yo'lakka chiqishga ulgurmasimdan Chester tezda menga yetib oldi. Menga qara yalanga yo'q. Seni hali ham o'g'rilik uchun jazolashmadimi? Hech narsa o'g'irlamagan bo'lsam, nega endi jazolashlari kerak? U bilan gaplashish qanchalik yoqimsizligini nigohlarim bilan ko'rsatishga urindim. Baribir jazolashadi. Jazolashganda qandoq? Sendan bundan battarini kutsa bo'ladi axir. Shundagina yarq etib miyamga bir o'y keldi. Bu uning ishimi? Shunaqaga o'xshaydi, ammo ishonchim komil emas. Ayni muvaffaqiyat bilan
Bu ishni Kristina uyushtirgan bo'lishi ham mumkin. Yoki bu ahmoqona maktabdagi istalgan boshqa bir o'quvchi. Nari tursangchi mendan, dedim jerkib. Jonimga tegib ketding-ku. Uni tirsagim bilan turtdim. Shunda qo'qqisdan bilagimdan tutib qoldi. Bilagim terisidan. Bo'g'zimda dahshatli qichqiriq qotib qoldi. Butun a'zoyi tanam falajlangandek edi. Go'yo u meni devorga itarib, qo'limni sovuq yuzaga og'ritgancha tiraganida dod solishga tayyor edim. Yo'q, men hecham dovyurak emasman. O'zimni shunaqa tutishni qoyillataman xolos. Nima? O'zingdan ketib qoldingmi, yalangoyoq? U shunday vishilladiki, yirtqichning irillashini eslatadigan ovozdagi qahrdan seskanib ketdim. Bo'pti, buni to'g'irlab qo'yish hech gap emas. Hozirning o'zidayoq. Birdan u ro'molimning chekkasiga chang soldi. Shu on o'zimni yo'qotib qo'ydim. Bor kuchim bilan dod soldim. Bo'g'zim yirtilgudek. Ovozim bo'g'ilib, ayanchli xirillashga aylanib qolguncha dod soldim. Bu ne tahqir, bu ne jirkanchlik, bu ne razillik, naqadar qo'rqinchli. Chester boshimdagi matoni tortishga chog'langandi hamki, qo'lini boshqa qo'l tutib qoldi. Xuddi shu qo'l uni mendan nari surdi. Nihoyat ozod bo'ldim. Hey og'ayni, uni tinch qo'y. Bu Elias edi. Elias. Atigi bir soniya tanimni iskanjaga olgan dahshat bilan g'alati uyg'unlik hosil qiladigan hayratomuz quvonchni his qildim. Nima balo? Chesterning ko'zlari xonasidan chiqib ketdi. Senga nima bo'ldi? Aqlingni yeb qo'ydingmi? Tushunarli qilib aytdim shekilli. Elias kulimsirab, men va chorpaxil do'stining orasida turib oldi. Uni tinch qo'y. Uchalamiz o'rtada turgan yo'lak sahnaga aylangan, atrofdagi o'smirlar qiziqsinib qarab qo'yishar, to'xtab, haqiqiy tomoshabinlardek voqeani kuzatishardi. Nega endi? Bo'sh kelmadi Chester. Miyang aynib qoldimi? Yalangoyoq bilan mashg'ulotlar kuchini ko'rsatyaptimi deyman. Ha, shunaqaga o'xshaydi. Chesterning yuzi bujmaydi. Unga qarab bir narsa deyish mumkin edi. Hech vaqoni tushunmayapti. Keyin tushuntiraman, og'ayni. Bu gal do'stona ohangda dedi Elias. Ichimda allanarsa qalqib ketdi. Uning bu qabih odamlar bilan do'stligini ko'rish haqiqiy dahshat. Bunga ishongim kelmaydi. Ammo mana, isbot ko'z o'ngimda. Ishonmay bo'ladimi? Bizni Deyfus xonimning ovozi qutqarib qoldi. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Janob Baka, yana ishkal chiqarib yuribsizmi? Yo'q, nimalar deyapsiz, xonim? Iljaydi Chester, xuddi har doim kulib yuradigandek. Shunchaki aziz sinfdoshimiz bilan yaqindan tanishib oldik. Ayol barmog'ini shiqillatib, unga daf bo'lishini buyurdi. Chunki Elias va mening oldimga kelgandi. Shart burilib, ilgarilab ketdi va ortidan ergashishimizni aytdi. Tezda ko'z urishtirib olib, buyruqqa bo'ysundik. Direktorning xonasi oldida yana o'zimni noxush his qila boshladim. Ichkariga kirganimizda esa battar bo'ldi. Xo'sh, ikkingiz bilan ham jiddiy gaplashib olishim kerak. Yo'l-yo'lakay so'z boshladi Deyfus xonim. Sizdan boshlasak, janob Konli, nega 3 haftadan beri adabiyot darslarini qoldiryapsiz? Muammo nimada? Elias javob berishga umuman shoshilmayotgandi. Boshini egdi, ammo aybdorligi uchun emas, javob berishni istamagani uchun. Buni harakatlar aytib turardi. Qulog'im sizda, janob Konli. Norozi ohangda davom etdi direktor. Kechgacha bu yerda siz bilan valaqlashib o'tirgim yo'q. Muhim ishlarim boshimdan oshib yotibdi. Lekin avval sababini eshitmoqchiman. Balki shunda janob Karverni ballaringizni pasaytirish fikridan qaytara olarman. Siz eng peshqadam o'quvchilarimizdan birisiz. Bu holat kelajagingizga rahna solishini istamasdim. Ishonchim komilki, sizni porloq kelajak kutyapti. Men ham javobni kutayotgandim. Ichimdagi qiziqish zo'rayib kelardi. Aynan nima uchun ekanligini hozircha bilmasam-da, tanbeh eshitish uchun navbat kutib turganimni ham unutdim. Har holda yaxshilik kutmayotgani aniq. Mazam yo'q edi. So'z boshladi u. Menga yolg'on gapirmang, sovuqqonlik bilan dedi direktor. Ballarimni pasaytiring, menga baribir. Deyfus xonim xiyla ajablandi. Ya'ni sizningcha
Sababini aytgandan ko'ra, kollejga kirish imkoniyatini chippakka chiqargan afzalmi? Xuddi shunday. Hazillashayotgandek iljaydi Elias. Nega endi Elias kechagina avtobusda zo'r ishtiyoq bilan, butun borlig'i bilan berilib kitob o'qib ketayotgan Elias 3 haftadan beri adabiyot darslaridan qochib yuribdi. Nega? Buning sababini tilga chiqarmaslik uchungina beqiyos mavqei va ballaridan ham voz kechishga tayyor. Bu yerda bir gap bor. Xo'sh, bu haqida keyinroq gaplashamiz. Uzoq to'xtamdan keyin suhbatni yakunladi Deyfus xonim. Hozircha bo'shsiz, lekin siz bilan gapimiz tugamadi. Elias erinibgina o'rnidan turib eshikka yo'naldi. Chiqib ketishdan oldin bir on menga ko'z tashladi. Hijolatdan yer yorilsa-yu kirib ketsam. Xo'sh, White xonim, u familiyamni chertib talaffuz qildi. Azbaroyi yoqtirganidan emas, seskanib tushishimdan maroqlanganidan. Ko'rib turibmanki, hali ham shu bosh kiyim bilan yuribsiz. Oh, tushunarli. Mana gap nimada ekan? Ha, bosh irg'idim. Ko'rib turganingizdek. Qo'rslik qilishni umuman maslahat bermagan bo'lardim. Ayniqsa hozirgi vaziyatingizda. Yolg'onchiligingiz yetmagandek o'g'ri hamsiz. Qaniydi uni yelkasidan tutib, yaxshigina silkitib, buni men qilmaganimni aytib qichqira olsam. Bu tushunmovchilik ekanligini va umuman qo'llarida hech qanday dalil isbot yo'qligini. Men o'g'ri emasman, yolg'onchi ham. Ovozim o'ta ojiz jarangladi. Shuning uchun jimib qoldim. O'zingizni nimaiki deb oqlamang, fakt faktligicha qoladi. Deyfus xonim qo'llarini ko'ksiga chalishtirib menga jiddiy tikildi. Tashqi ko'rinishingiz masalasiga qaytsak, aytdim-ku, ro'molimni yechmayman deb. Hech qachon. U men uchun shunchaki bosh kiyim emas. Hech narsani eshitishni istamayman. Aytingchi, bo'yningizdagi xoch siz uchun nimani anglatadi? U beixtiyor bo'ynida ingichka zanjirda osilib turgan tilla xochni ushladi. Buning qanday daxli bor? U e'tiqodingizning bir qismi. Men uchun ham ro'molim shunday. Faqat u sizning zanjiringizdan ko'ra ancha kattaroq ma'no va ahamiyatga ega. U jimib qoldi. Yengdim deb o'ylagandim, lekin adashibman. Sizga chorshanbagacha muhlat. Yana maktabga ro'molda keladigan bo'lsangiz, sizni o'qishdan chetlatishga majbur bo'laman. Qanday asosga ko'ra deb so'ragim keldi, ammo bu bilan vaziyatni battar chigallashtirib, bema'ni suhbatni cho'zganim qoladi. Shuning uchun indamay qo'ya qoldim. Qovog'imdan qor yoqqancha yo'lakka chiqdim. Elias hali ham shu yerda edi. Sen parvo qilma. U darhol so'z boshladi. Bildimki, hammasini eshitib turgan ekan. Direktorimiz biroz tajangroq o'zi. Uning so'zlaridan zarracha tasalli topmadim. Asablarim tarang tortilgan, g'azabdan o'zimni qo'yarga joy topolmayotgandim. Endi mana shu tajang ayol meni o'qishdan chetlatmoqchi, dedim xuddi achinish va hamdardlik kutayotgandek. Bu yerdan jon deb surgan bo'lardim-u, boshqa joyda ham shu ahvol emasligiga, balki bundan ham battarrog'i kutib turmaganiga kim kafolat beradi? Har oy maktab o'zgartirishdan mazza qiladiganga o'xshaymanmi? U menga o'ychanlik bilan tikilib qoldi. Shundagina boyagi qilig'ini eslab, mavzuni o'zgartirishga qaror qildim. Shunda holatni qabul qilishim osonroq kechar deb o'ylagandirman hoynahoy. Nega bunday qilding? So'radim. Elias izohsiz tushundi. Tabiiyki, meni Chesterdan himoya qilganini nazarda tutayotgandim. Chunki ko'rgan narsam menga yoqmadi. Nima yoqmadi? Meni har doimgidek kalaka qilishayotganimi? O'zing ham shu ishni qilgansan-ku. U uzoq jimib qoldi. Kamida 3 soat o'tib ketgandek tuyuldi. Yana ko'zlarimga qarab turdi. Juda ham diqqat bilan. Xuddi nigohlarimdan nenidir o'qimoqchidek. So'ng mendan balandroq bo'lgani uchun biroz engashdi-da, ohista dedi. Menga yoqadigan qizni xafa qilishlariga toqat qila olmayman. Ijro etuvchi Nigora Alisherova. Davomi bor.